Bu taxtalarning qismati shu kungacha ekan o'rtoqlar. Biz ham qachondir mana shu taxtalarga o'xshab bo'lib ketamiz. Bu video balkim siz uchun eslatmadir, oxiratga zaxira qilishingiz uchun. Harakatimizni qilaylik. Bu dunyo hammadan qolib ketadi. Bu qiyinchiliklar ham qolib ketadi. Hammasi xayrlisi, mana shu uyimizni yonib ketgan o'rtoqlar. Musulmonga yordam beradi. Inshaalloh shu maqsadda biz ham sababchi bo'lib qoladigan holatda bu uyga keldik. 2 sutli uy, 2 ta oila yashagan. Mana shu holatga tushgan o'rtoqlar. Videoni maksimal tarqatinglar, balkim yordam berar yo'lga chiqib qolar. O'zingiz ko'rib turibsiz videoni, qo'limda turibdi kartalar. Endi men buni ekranga chiqazib qo'ya olmayman, chunki mashinalar ko'payib ketgan. Birovning videosidan foydalanib, pul ishlab targetga yoqib yuborishyapti. O'sha ma'noda men buni kartani o'zini rasmga olib qo'yib qo'yaman, ishonchli bo'lish uchun. Uy egalarining o'zining kartasi, yordam ayamaylik. Ehsonning mukofoti ehsondir. Sababchi bo'lgan ehson qilgan bilan barobardir o'rtoqlar. Sababchi bo'lib qoling. O'zingizni duolaringizni ichingizda duo qilib bildirib qo'ying. Uy egalari o'zingiz xizmat qilib yurishibdi. O'rtoqlar, umuman siqilish degan narsa yo'q, stress degan narsa yo'q. Endi menga ko'rsatmayaptilar balkim, baribir ichida odam siqiladi. Boshingizga nima kulfat tushsa ham umuman siqilmang. Hasbunallohi va ni'mal vakil deng, bo'ldi inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bir yomonlikning ketidan bir yaxshilik bor. Nima yomonlik bo'lsa Allohdan, nima yaxshilik bo'lsa ham Allohdan. Alhamdulillah deymiz, Allohga shukr qilamiz, shukr. Afzalini ham Allohim beradi. Videoni tanishingizga jo'natib qo'ying, yordamimizdan ayamaylik o'rtoqlar. Musulmonga yordamchi. Rahmat sizlarga. Vaqtinglarni olganimiz uchun uzr so'raymiz. Tomlarigacha qolmagan salqin kunlar ham yaqinlashyapti o'rtoqlar. Bu oilani eson-omon issiq uyda yashashiga tezroq yordamlashaylik.